Toshkentda bugun odam yo'qmi? Yo bitta menga klient chiqmayapti, ne? Nos. Kayfi o'ziga xos. Assalomu alaykum akajon. Cho'siga borib qo'yay akajon. Rahmat. Assalomu alaykum. Turishlaringizni qarang. Siz menimcha taksist emassiz. Siz bir bankirsiz yo biznesmensiz. Biznesmen bitib ketganlar bo'ladi-ku, o'sha Nexus'da taksi qilib yuradi. Sizni hobbingiz bo'lsa kerak, mana shu taksichilik bor-ku. Akajon, siz zerikkan vaqtingiz taksi qilib turasiz. Shunaqa bilibman, o'zi ko'rmasdanmi, shunaqa bolalar hali ham bor. Akajon, nima gapirmayapsiz? Shunchalik tarbiyalimiz qizlarga ham gapirmaysizmi? To'xta. Buni gapirmaydilar. Menimcha og'izlariga nos olgani. Jinniramizda shundoq bola-ya, shundoq bola nos chekadi. Qo'ygin. Akajon, bitta jiyanim bor, bitta. Rasa bir menga ko'nglimga yoqdingiz-da, bir og'izga tupurib qo'yasizmi? Ay, sizga jiyanim bo'lsa jondirdim. Mayli, shundoq qizlar turib gapirmadingiz. Qo'ygin. Ko'rvasanmi? Mana shunaqa bolalarni o'rash kerak. Qattagi bolalarni o'rab yuradi. Zo'r parichka bo'lardi. Bu akajon, masjid ro'da to'xtatib ketsangiz bo'ladi, xo'p, bizani. Ish pul bo'ldi akajon, e'tiboring. Ish pul bo'ldi. Bular pulamamiz kerak shekilli. Ketaveramizmi? Akajon, rahmat. Ilohim ishingizga baraka bersin akajon. Amin. Bizning qizlaringiz bo'lsa akajon. Akajon, rahmat sizga. Nos chekkan kishini urib sindir tishini. Yo'qotarkan ishini.